Shu original mini sunasosimizni sizga tekinga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, akalar maksimal do'stlarni belgilab, like bosib, omad so'zini yozib, do'konimizdan akalar, xo'p, 15-aprel sanasigacha ko'rib turgan komplekt holatlaridagi mini traktorga xarid qiladigan bo'lsang, narxlarini eng arzon optim skidka narxlarda kelishtirib hisoblab beramiz. Narxidan tashqari akalar ko'rib turgan mini sunasoslarni bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, mini traktorlarimiz universal holatda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qo'yib beramiz. 11.05imizni qanaqasini olganimiz ma'qul degan akalarimizga sizlarga eng original motori 185 kilo bo'lgan variantini ko'rsatamiz sizlarga. Hozir 95% joylarda 145 kilo, 125 kilo motordan qo'yib berishyapti. Biz sizlarga katta, og'ir, sifatli motori bilan tavsiya qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bu traktorimiz universal hisoblanadi. Ham haydov uchun, ham o'rim uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Oldi tomonida jatkalari komplekt holatda, terilgan holatda bo'ladi. Xo'p. Bu 11.05imiz qo'shimcha o'ziga dinamlari qo'yilgan, o'zini zavodskoy chiqadigan dinami 100% akkumulyatorga zaryad berilmagani hisobiga sizlarga original $80 Xitoydan zakaz qilib boshqa dinam qo'ydirib olib kelganmiz, ya'ni akkumulyatorga 100% zaryad berishini hisobida. Xo'p, endi motor qismi blogigacha o'yib yozib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni 11.05 blokda ko'rishingiz mumkin. Blogigacha o'yib yozib qo'ygan. Keyin akalar qatdan qanaqa motor olishlikdan qat'iy nazar motorning kilogrammiga qaranglar. Ko'p joylarda 145 kilo, ya'ni 11.00 motordan qo'yib berishyapti. Bu 11.05 1 motor ko'rishingiz mumkin. 11.00 yo 95 motor qo'yib qo'yilmagan. Hamda tagidagi rama qismlari ham, rol qismlari ham mana burilishlari juda ham moshina qilib ishlangan, sifatlari zo'r. Oldi baloni razmeri 512 lik, orqa balonniki 614 lik bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Ki akkumulyator qismiga bitta e'tibor berasizlar. Ko'p joyda yarmicha keladigan akkumulyatordan qo'yib berishyapti. Biz sizlarga katta o'sha Damazda akkumulyatorni tavsiya qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Katta Damazda akkumulyatordan qo'yilgan. Keyin uni yonboshdagi shkif qismlari yarmicha keladigan 95 shkifdan berishyapti ekan. Biz sizlarga katta 11.05 shkiflar bilan tavsiya qila olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yozgi kunida qizib ketib qolmasligi uchun o'z radiatorlari bor. Undan tashqari salalkali soatiga 800 gram salalka rasot qilib beradi akalar. Orqa frezer qismini metrda o'lchaydigan bo'lsang 1.30 chiqadi frezasi akalar. Ko'p joylarda 1.10 freza berishyapti mana. Balonni yopib turish kerak o'zini frezasi mana. Balonni yopib turish kerak bo'ladi. 1.30 lik katta frezadan akalar. O'sha hozir aytaman desam, aytadigan tomonlarim juda ham ko'p. Keyin buni ajratib qo'shadigan seplina qismlarini ham oddiy richaydan emas, qalin, baquvvat richaylardan qo'yilgan. Sidina oldiga orqaga legirovka bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Orqa insholarni ko'tarib tushiradigan cheklar qalin, hamda buni inshosi yuqqa inshodan emas, qalin inshodan qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Frezalari ham mana 1.30 lik katta frezadan. Endi komplektida freza, jatka, pluglari bor. Pluglari ham 2 korpusli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Legirovka bo'ladigan pluglar bilan jihozlangan 2 korpusli. Xo'p, mentdan bemalol legirovkalarni ishlatishingiz mumkin. 20-25 sm botadi bu pluglarimiz ham. Orqasiga palis orqali iladi bu. Xo'p, endi traktorimizni boshqariladigan holati, mashinani qanday boshqaradigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa boshqarasiz. Gaz, tormoz, sepleni hamma funksiyalari o'ziga tayyor qo'yilgan. 6 ta skorsli, toshbaqa, panejniy, pavjniy skorslari bor. Endi jatkamizni ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, jatkamiz xo'p 1.20 lik hisoblanadi. Mayda o'tlarda ham, baland o'tlarda ham bemalol urish uchun mo'ljallangan Reper brendidan 1.20 lik. 2 parrayli bo'ladi. Oldiga remen orqali bemalol ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bu traktorimizni hop sunasos sifatida foydalansangiz ham bo'laveradi. Ya'ni oldiga pompa qo'yadigan bo'lsangiz, remen bilan bemalol pompada ham aylantirib bera oladi. Xo'p, komplekt holatda ko'rib turgan traktorlarning bonuslari bilan $3100 dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor akalar. Bundan da to'liq ma'lumotlarini pastga nomer qoldirib ketaman. Aloqaga chiqib bog'lansanglar ham beramiz. Narxi komplekt holatda $3100. Original 185 kilo bo'lgan variantimiz. Kichkina mini variantimiz bo'lmaydi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan masala aloqaga chiqib bo'lmasa, luboy joyga borib turib kilogrammini ko'rib olasizlar. Bundan og'ir motor topa olmaysizlar, xudo xolasa akalar. Ki orqa frezasini ham bemalol luboy joyga borib o'lchab olishingiz mumkin. Xo'p, 1.30 lik katta freza bilan qilib beramiz sizlarga. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli narxlarda dastavkalari bilan yetkazib bera olamiz. Manzilda telefon orqali so'rab olishingiz mumkin. Xohlasanglar ham kelinglar. Agar dastavka qildiradigan bo'lsalaringiz ham xuddi shu ko'rib turgan komplektlarni yetib boradi, bonuslari bilan albatta.
Shunaqangi mini traktor qidirgan tanishlarga tezda jo'natib qo'yishni unutmaysizlar kelar.